Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga xayrli kun. Bu safargi videoyimiz professionalniy aktyor ham insta bloger. Qolaversa MMA jangchisi desam adashmagan bo'laman, Shahzod Sultonov bo'ladilar. Seningni hayotiga burningni tiqmasdan o'zingni hayotingda yashagan. Shahzod Sultonovning bitta reklama narxi necha pul bo'lishi mumkin? Bu barchaga qiziq. Agar video qiziq bo'lsa, bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib, bu videoni boshqa do'stlarga ham jo'natasizlar degan umiddamiz. Tayyor bo'lsalaring, birgalikda Shahzod Sultonovni admini bilan bog'lanib ko'ramiz do'stlar. Ketdik. Assalomu alaykum. Shahzod Sultonov adminimi? Aka, biz Qo'qondan telefon qilib turgandik. Shahzodning bitta reklama narxini bilmoqchi edi aka. Post narxi, stories narxi. Nima reklama to'qi? Do'kon reklamalari, do'kon. Ikkita, uchta do'konlar bor, shular reklamasi. Kiyim do'kon? Aha, kiyim do'kon bor. Atir do'kon, xullas parfumeriya. Xo'p aka, postimiz 3,5 ming. Aha. Storiesimizni 500 qilib beramiz. Ha, bitta stories 500. Ha, tushunarli. Bitta post narxi 3000. Shunaqami? Kelishadigan joylari bor uni? Sen adionga qarab kelish bilamiz aka. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz professionalniy aktyor ham insta bloger, qolaversa MMA jangchisi Shahzod Sultonovning admini bilan bog'lanib ko'rdik. Bitta reklama narxi Instagramga qo'yib berishi $3000 qilib belgilangan ekan. Stories narxi $500 ekan. Sizlarda qanaqa fikr bor? Shahzod Sultonovning muxlislari bo'lsa kommentariyada fikringizni qoldirasiz va qolaversa bu videoni Shahzod Sultonovning muxlislariga jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Barchaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Hurmat bilan Kamina Yashnar Ziyo bo'ldi.